Yerliliklar ko'rsin bu videoni. Bilinmoqli degan to'yxona aparatura kirgizmaymiz debdi. Ichida turgan aparatura musor, men bilaman. Musor aparatura. U bilan qo'shiq aytib bo'lmaydi. Lekin bugun aparaturachi borsa, ko'chadan kirgizmaydi. Ey maqara, kimsizlar ko'chadan kirgizmay? Arenda pulingni xalq berib o'tiribdi senga. Kimsa qo'lingdan kelsa to'yxona qur. Bo'lmasa aparaturani joyiga qo'yib qo'y. Normalni qilib. Men ham xudo xolasa yaqinda ochaman to'yxona. Ko'rasizlar qanaqa bo'lishini, aparatura qanaqa bo'lish kerak, odam boshiga vat qanaqa bo'lish kerak, vat nimaligini tushunmaysizlar, san'at nimaligini, akustika nimaligini tushunmay to'yxona qurib tashladilaringda endi xalq arenda pulingni bersa, anutga bir $3000, $4000 aparatura qo'yib qo'ysan, $62000 aparatura gaplashganman to'yxonamga. Sifat quloqni og'ritmaydiganidan. Yana $4000 aparaturangni ustiga aparatura qo'shaylik desa, o'zlaringcha kirgizmaymiz, u yo'q deb kimsizlar o'zsizlar? Kirgizmaymiz aparaturani deb. Undan keyin yana bir gap. Nima uchun mana shu qurilib turgan aparaturaga kelgan artistlar pul berish kerak? Nima uchun? Bu to'yxona ma'muriyatiga qarashli bu. Aparatura ham, monitori ham, ichidagi konditsioneri ham, bunga hammasiga o'sha xalq arenda to'lab bo'lgan. Uni hofizlardan yoki yana bir narsadan, ha nimamish, pulini to'lasang monitor qo'shaman. Ha nimamish, pulini to'lasang konditsioner qo'shaman. Bu qanaqa gap bu? Xalq issiqda o'tirsinmi? Xalq salqinda o'tirsinmi? Nima qilsin endi? Sovuqda o'tirsinmi xalq? Men tushunmayapman sizlarni. Bu nagli yeyishmi bu? Nima bu? Mana xudo xolasa to'yxonani ochaman tez ora. Ko'rasizlar. To'la degan narsa yo'q. Aparaturaga pul to'la, monitorni o'chirib qo'y. Nima u sharmanda monitorni o'chirib qo'ygan? Qayerda bor u? To'q ketadimi, nima ketadi? Arendani olib turibsizlar-ku, bo'ldi-ku. Nima kerak bor uni? Yana pul olaverib. Kerak emas.